Bir aylıqınız 30 ming koy kirim kiryapti-da. Kiryapti-da. Bu siz boy ekansiz-ku. Do'stlar, yaxshimisizlar? Mana Aqsuda to'pi yig'yapti-da. Bu to'pini o'rniga ham boshqa narsa yig'sa, masalan, Aqsudan olmos dangli qo'ygandan keyin olma, andan keyin paxta, andan keyin kava. Endi olma yig'sa, tok boshqa hech nima bo'lmasa, mana kava yig'sa qanday bo'ladi? Yo'g'on kavadan ko'mib tushsa. Chaqchaqa. Biz hozir Aqsu shahar egachisida, mishada bir baxmichi bir kunda 20 tal sutkal baqadi ekan, 20 tal kalni sag'adi ekan. 20 tal sutkal beqib bir kunda necha pul topgan bo'ldi. Biz hozir Aqsu shahar egachisiga keldik. Qani qotanga marhamat, mushu to'g'risida sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Baxmichilar necha yilni ziyon tortdi, masalan, shu go'shkali baxmichilar, shu har qaysi baxmichilar bilan, mushu baxmichi ziyon tortdimi, qanday bo'ldi necha yilni izchil. Hozir deyishimiz. Asosiyatin bu yerda seg'iyotgan sutkalisi. Ha, seg'iyadinglar. Seg'idingizmi? Salomat bo'lma, yaxshi bo'lma. Neygvar? Ay saqqan sutmuning udul tushdi. Mar sig'ib akalar manadagi qivil to'ngi qivil bizning bak zamon o'lishib ketmagan-ku, suybon orqali tortib chiqariblar. Soatini sovuq bo'lgandan keyin jinglab dukonliga. Qaldin seg'ib bo'lgandan keyin Ha, bir qator suzyutyapman yo'qlar. Suzyutyap, ha. Hokiz qilib suzyotgandan keyin ankan suybonni tortiblar. Kichik tassam, Neygvarning gradus necha gradus? Yozning kuni? yozning kunisi hozir 0 dan yuqori 2 gradus turdi. 0 dan yuqori 2 gradusmi? Do'konliga olsam uzroq paylash nisbati yuqorilarga. Men Neygvarning gradusini ham tuvallatgan bo'lamda. Bo'ldi. Qaldin nechasi bor jami? 60 tal. 60 tal kalva. Qalni ko'rla. Ma biroq hozir yemsilib shu. Sog'dig'ini mening hammasi. Mana ichida seriqalidan birsi bor ekan. Ha, birsi bor. Keyin men chiroyliqga ma'lum bo'lmoq, qalning ichida mushumi go'zal turdi ekan-cha. Sutimi mushuncha hamda sutligini topmoq sal tasroq ekan. Bir jip olsaq, birsiga mozoy qo'yib berdik. Mozoyni, ma birsini sig'yapman, bo'g'az bo'ldi bu. O'sha silos bilan shu. Ha. Shu sarg'in unul tukimiz jinglab ayrim 3 kilo, 3,5 kilo. Sutjiqroq chiqadigan bir vaqtliga 4 kilo. Ang jiq chiqqanda necha chiqadimush qalning ichida? Hozir hamda yeni tuqqanlari jiq yo'q, eng yuqorisi hozir 30 kilo chiqadi. 30 kilo. Ha. Bir kunda 40 koy ise 20 tal kala 800 koy yeydi. 800 koy yeydi. Bir kunda 1800 koy pul tepatamsiz. İşte tepatma. Mağla hem onun üstüne moziva sağmaydigan kallarning, atoblaqlarning quzg'ini baqirgan. Keyinchi ani satsam meni foyda qilgan bo'lgan ekan. Demak, shu sutkali beqib, 20 tal sutkali beqib bir kunda 1800 koy pul topgan bo'ldi ekan. Tapqul bo'ldi. Buning bir ishlam datbadi chiqarib o'tib shu. G'oy kunsi yemək qog'iniga dori qildi ekanman. Shu 7-8 koy qoldi ekan men koyib jo'rista. 1000 koy qoldi ekan. Bir oyliqingiz 30 ming koy kirim kiryapti-da. Kiryapti-da. Bu siz boy ekansiz-ku. Tirishqon ish bo'ldi ekan, tirishib tursa. Mana. Gap bo'lib qoldi ekan. Demak, shu siz anandan keyin madadimiz, anandan keyin apamiz bir oylik kishilar bilan qilayotgan ish. Ayolim yo'q, hammamiz ayol bir oylik kishilar. Bir oylik kishilar qilyapmiz. Demak, asosiyatdan shu 20 tal kala. Masalan, kalima deymiz, mana ishlab chiqargan zavodchi bu. Mana shu yemni beramiz. Shu cho'plar, shu qo'noq kunjurlar cho'sa mana kirib sutga ilinib chiqadi hamda. Oylik 30 ming koy.